Assalomu alaykum kanalimizning aziz kuzatuvchilari. Bugun siz bilan bizlar Kia Sonet avtomobili haqida, uning qanaqa pozitsiyalari bor, bir-biridan qanaqa farqi bor va uni olish shartlari haqida qisqacha gaplashib o'tamiz. Xudo xolasa sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, Kia Sonet avtomobilimiz Genoa avtosalonida hozir наличиеda mavjud, ya'ni sotuvda tayyor. Siz uning istalgan rangini xarid qilsangiz bo'ladi. Misol uchun sizga qora rangi ma'qul bo'lsa, qora rangidan, oq rangi ma'qul bo'lsa, oq rangidan, istalgan rangidan siz xarid qilsangiz bo'ladi. наличиеda bir kunda olib chiqib ketishga tayyor turibdi. Hozirgi videoda ko'rib o'tadigan pozitsiyamiz bu Kia Sonet avtomobilining 3-pozitsiyasi, ya'ni Prestige pozitsiyasi hisoblanadi. Bu pozitsiyamizda 1.5 atmosferniy motor joylashgan bo'ladi. Buni ko'pchilik menimcha avtomobil xizmatlari o'sha uni kuzatib boruvchilar ko'pchilik bilishadi. 1.5 atmosferniy Dodge motor joylashgan bo'ladi. Ya'ni 4 porshili motor bu. O'z sinfidagi raqobatchilarga qaraydigan bo'lsak, Kia Sonetning motori 4 porshili bo'ladi. 1.5 motor. Misol uchun buni sinfida aytaylik, shu narx atrofida raqobatdosh Tracker avtomobili bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa Haval M6 avtomobili bor, Chery Tiggo 2 Pro avtomobillari bor. Ularga nisbatan motor obyomi sal kattaroq bunda. M6 bilan bir xil, M6 da ham 1.5, bunda ham 1.5, lekin mana Trackerda 1.2, 1.3 motor bo'ladi, Chery'larda 1 motor joylashgan bo'ladi. Narxiga nisbatan ham mashinani komfort ham, o'sha motor hajmi ham, hadavoy chasti ham juda yaxshi taxlangan komplektatsiya. Bu Kia brend ostida baribir ishonchli, Kores baribir yaxshi sifatli taxlangan mashina. Xo'p, 3-pozitsiyamizda Saka balon bo'ladi. Saka disklar bilan joylashgan bo'ladi. Hozir avtosalonda bu o'zini zavodskoy balon emas, bu sal kattalashtirilgan 70 razmerda bo'ladi. 70 razmerlik balon hisoblanadi. O'ziniki 65 buniki. Endi showroom uchun, mashinani o'sha balandroq turishi uchun olingan bu balon. Hop, faralarimiz uchala pozitsiyasida ham LED bo'ladi. LED faradan foydalangan. Tumanka 2-3-pozitsiyamizda bor. 1-pozitsiyamizda tumanka ham bo'lmaydi. Hop, ichki saloniga keladigan bo'lsak, 3-pozitsiyamizda ichki salonimiz juda komfortli, optimal tarzda ishlangan. 1-pozitsiyamizda bunga nisbatan komforti pastroq. Ya'ni 3-pozitsiyamizda ichki salonning ko'rinishi, dizayni ham ko'zga tez tashlanadi, chunki ko'rib turganingizdek, o'sha deflektor yonlari, tablo hamda avtomobil ruli kojani, deflektor yonlari esa glansli qilib ishlangan. Va akustikasi ham 3-pozitsiyasida Bose akustikadan foydalanilgan, ya'ni o'sha 8 muzikani ham o'qiydi bemalol. Qo'shiq eshitgan vaqtingizda bemalol sizga eng zo'r ritmni chiqarib bera oladi. Afshifkalarimizda ham ko'proq urinadigan joylarimiz 3-pozitsiyasida kojinga qilingan, 2 bilan 1-pozitsiyasida bunaqa emas. Xo'p, mashinamiz multifunksiyal roli bo'ladi. Mashinamizda cruise control bor. Bu 2 bilan 3-pozitsiyasida bor, 1-pozitsiyasida bo'lmaydi cruise controli. Kia Sonet. Xo'p, rol qismimizda airbag joylashgan, tablomiz klassik tablo, monitorimiz mavjud, klimat kontrolimiz mavjud. Sidinalarimizni ikkita oldi tarafini faqat sovutib olsak bo'ladi. Bizda orqa kamera ham mavjud, ya'ni monitordan bemalol orqa kamerani ham ko'rib olsak bo'ladi. 6 ta передаcha korobka, variator korobka hisoblanadi Sonet korobkasi. Ikkala pozitsiyasida bir xil, 1-pozitsiyasida mexanik korobka, unda ham 6 ta передаcha bo'ladi. Juda chiroyli. Ichki saloni baribir yosh oilaga yoki bo'lmasa shahar ichiga o'zingiz ishga borib kelishingizga ham обычный tejamkor zo'r mashina. O'rtacha rasxodiga keladigan bo'lsak, o'rtacha siklda avtomobilimiz agar shahar ichida yuradigan bo'lsangiz 6.5 ta 6 ta, maksimal 7 ta rasxod qiladi. Bu 91 benzin qo'yib turasiz kamida. 80 benzindan ham atkaz qilishmaydi. Menimcha 80 ham yopib ketdi. Uni atkaz qilmasligining sababi bunda motor qismida atmosferniy motor bo'lgani uchun. Hozir motorni ham ochib ko'rsataman. Hozir ko'rib turibsiz, men ko'taryapman. Kapot qismi ham juda og'ir avtomobilning, o'sha detal qismiga ham yaxshi e'tibor berilgan mashinada. Ko'rib turganingizdek, Dodge motor, 16 klapan, 4 porshin motor, har bir porshiningizga 2 tadan injektor to'g'ri kelyapti. Bu degani avtomobilda umumiy hisobda 8 ta injektor ishlaydi. Bu ham yuqori oborotda juda katta foydasi bor mana shu mashinaga. Juda katta o'zingizga ham, mashinaga ham foydasi bor. Yuqori katta oborotda. 1.5 hajmli motor, o'sha mashinaga nisbatan joylashuvi zo'r, juda tig'iz joylashmagan. Bemalol istalgan o'sha avtomobil tuzatuvchisi yoki usta buni bemalol ochib, ko'rib, chunki o'zimizga yaqin tanish motor bu. 1.5 atmosferniy motor bo'ladi Kia Sonetda. Bu 3-pozitsiyasi. Xo'p, orqa salonni bitta ko'ramiz. O'sha ko'pchilikka, o'zbekka muhim joyi avtomobilning orqa saloni, o'sha tormi, tormasmi. Hozir men oldi tarafini bitta o'zimga moslashtiraman.
Hop, oldi tarafiga o'tiramiz. Oyog'imiz sal yetmayapti, sal tortamiz. Bu normal menga. Mana shu o'tirishim normal. O'zimga moxis qilganim yo'q. Endi rolda o'tirganda ham xuddi shunaqa ko'rinish. Orqa tarafiga keladigan bo'lsak, bor joy anchagina. 3 kishi sal qisilishi mumkin. 3 kishi, 2 kishiga zo'r. O'sha mana tizzam tekkani yo'q. Agar oldiga ham, orqasiga ham xuddi menday odam o'tirsa, menday gavdali odam o'tirsa, qisilmaydi. Agar mendan jussa sal kattaroq bo'lsa, bilmadim. Hop, o'rta qismida yangilangan sanetimizda bar qo'shilgan, ya'ni 2 kishi o'tirib ketaman desa, bari bor. O'rta sidenamizda tarafda yana 1 kishi o'tirsa bo'ladi. Deflektorimiz bor. Orqa taraf salon uchun, misol uchun klimat kontrol yoqqan vaqtingizda deflektordan orqa taraf uchun ham havo keladi. Zaryadkamiz bor. Telefonni zaryadlab olsak bo'ladi mashinada. Tepa tarafda o'sha orqa salon uchun fonarligimiz ham mavjud. Xo'p, o'rtarog'ida ham juda yomon emas, normal bo'ladi. 3 kishi o'tirsa ham bo'ladi. Faqat sal jussasi kattaroq odam o'tirsa, 3 kishi qisilib qolishi mumkin, mashinada uzoq yo'llarga qiynalishi mumkin. Hop, eshiklarimizni ochilib yopilishi ham juda zo'r. Hop, orqa tarafiga keladigan bo'lsak, orqa tarafimizda orqa tormozimiz Kia-Sonetni uchala pozitsiyasida ham baraban tormoz hisoblanadi. Faqatgina oldi taraf tormozimiz diskli. Orqa tarafimiz baraban tormoz ikkalasida ham. Hop, xadavoyimiz bunda balka xadavoy bo'ladi. O'sha nezavisin podveska emas, balka xadavoy. Juda, misol uchun, men sizlarga aytishim mumkin, sinfida buni aytaylik Nexia 3 ko'pchilik mingan. Kobutlar qatori mehkiligi. Faqat xuddi shunaqa yaxshiroq balondan joylashtirish kerak. O'zini zavodskoy almashtirib, misol uchun kattaroq bunaqa balon qo'yish kerak. Mana 70 balon qo'yilgan bunga. Mashinani balandligini ham, sathini ham ko'taradi, mehkiligini ham ta'minlab beradi. Hop. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, o'zbek uchun eng kerakli joyi 392 litr bagaji bor mashinani. Sal orqaroqdan olsangiz ko'rinadi bagaj kengligi. 392 litr bagaji bor. Bu bitta oilaga bemalol yetib ortadi. Men o'ylashim bo'yicha. Xo'p, zapaskamiz 15 bo'ladi. Unga nisbatan razmeri bir razmer kichkina, lekin juda kichkina balon emas. Olib bemalol foydalansangiz bo'ladi. Zapaskani ham bitta ko'rsatib o'ting. Zapaska balonimiz ham kichkina balon hisoblanmaydi juda. Xo'p, bagaj qismimiz anchagina keng, faqatgina 3-pozitsiyasida bagaj qismida ham akustikasi bo'ladi. Xo'p, orqa taraflama bagaj qo'lda zavodskoy o'sha ruchnoy ochilib yopiladi. Bu orqa kameramiz, orqa faralarimiz ham ledni, orqa stop to'liqligicha yonmaydi. Xo'p, orqa parktronnik datchiklarimiz bor mashinada va pastki bamperimiz bilan old taraf bamperimiz nikeldan ishlangan. Xo'p, endi asosiy masala, aziz kuzatuvchilar, avtomobilni qanaqa tartiblarda sotib xarid qilish mumkin Kia avtosalonidan. Xo'p, avtomobilning narxiga to'xtaladigan bo'lsak, avtomobilimiz 226 milliondan 282 milliongacha 3 xil pozitsiyasi. Bu asosiy tan narxi. Chegirma narxlarimiz mavjud bizda, ya'ni chegirma narxlarimiz 119 million 900 ming so'mdan 249 million 900 minggacha bu chegirma narxlarimiz. Hozirgi kunda avtomobilni chegirma narxini siz hech qanaqa foizlarsiz bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni birinchi pozitsiyasini 119 million 900, ikkinchi pozitsiyasi 222 million 900, uchinchi pozitsiyasi 249 million 900. Uchala pozitsiyasini hech qanaqa foizlarsiz bo'lib bersangiz bo'ladi. Buning shartlari qanaqa? Bu uchun sizda eng kamida 25% boshlang'ich to'lov talab qilinadi. Endi to'liqroq tushuntirib beraman. 25% bosh to'lov qilsangiz, siz 18 oyga qolgan o'sha 75% ni avtomobilni bo'lib berasiz. Hech qanaqa foiz aralashmaydi. Agar 30% ni to'lov qilsangiz 20 oyga, 40% ni to'lov qilsangiz 24 oy, 50% ni to'lov qilsangiz 28 oy, 60% ni to'lov qilsangiz 36 oy. Xuddi qolgan o'sha 60% ni to'lasangiz, qolgan 40% ni 36 oy bo'lib to'laysiz. Agar 70% ni to'lasangiz, o'sha yana muddat ko'tarilib ketaveradi. Muddat 5 yilgacha belgilab berilgan, ya'ni 60 oygacha. Avtomobil o'zingizning otizga shartnoma rasmiylashtiriladi. Hech qanaqa avtosalonda turmaydi. Siz o'zingiz otizga rasmiylashtiriladi. Borib chiqib texpasport nomer olasiz. Uchala pozitsiyasini ham xarid qilsangiz bo'ladi, bosh to'lovingizga qarab. Misol uchun sizda aytaylik 25% bosh to'lov bo'lsa, 25% bosh to'lovingiz bor. Siz 36 oyga yoki 48 oyga olmoqchisiz. Lekin sizga talab qo'yiladi, 25% to'lov qilsang, 18 oyga foizsiz beraman, hech qanaqa ustama peniyasiz beraman deydi. Sizga oylik to'lov qimmat tushsa, misol uchun 7-8 milliondan men to'lay olmayman desiz oyiga, muddatni uzaytirishadi. 24 oyga, 36 oyga, 48 oyga, 5 yilgacha qilib
60 oygacha qilib uzaytirishadi. Bunda penya qo'yiladi ustiga. Misol uchun 24 oyga aytaylik 6% dan 7% dan qo'yib berish mumkin. Buni o'zini grafigi bor. Aytaylik 60 oyga hisoblasa 14-15% gacha, 16% gacha qo'yib berishadi ustiga. Faqat uzoqroq muddat bo'lishi kerak.